Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammad Bekzod. Bugun men sizlarga laminatli zamoklarini sifatli yoki sifatsiz ekanligini qanaqa qilib ajratish to'g'risida gapirib beraman. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsani birinchisi, laminatni bir-biriga terayotganimizda zamok yaxshi bo'lsa, shaq etgan ovoz chiqadi. Agar laminat ovoz bilan terilayotgan bo'lsa, to есть terganingizda shaq etib bir-biriga tushsa, sizlar tushuninglar, shu laminatni zamoklari baquvvat va yaxshi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa bu laminatni zamogiga burchak ostida yaxshilab qarang. Zamok bir tekisda ketgan, hech qayerda uchmagan, defektlari yo'q bo'lishi kerak. E'tibor berishimiz kerak bo'ladigan uchinchi narsa, laminatni bir-biriga kiygizganimizdan keyin uni ikkita tomonga tortib ko'ringlar. Agar laminat bir-biridan ajralib ketmasa, mana ushlab tursa bir-birini, bu sifatli zamok hisoblanadi. Agar laminat ikkita tomonga tortganingizda ajralib ketsa, u nagruskaga dosh bera olmaydi. To'rtinchi ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan narsa, bu laminatni o'rtasida faska bo'ladi. Zazor faskali bo'ladi, faskasiz bo'ladi. Faskalida bilinib turadi orasidagi zazor. Bez faska bilinmaydi. Laminatingiz faskali bo'lsa ham, faskasiz bo'lsa ham zazor minimalniy bo'lishi kerak. Agar zazor kattaroq bo'lsa, ochilib ketayotgan bo'lsa, значит zamok sifatli emas. Yana bitta ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, bu laminatni zamogiga qo'limiz bilan, barmog'imiz bilan, tirnog'inglar bilan bosib ko'ringlar. Agar zamok tez pachoqlanib ketsa yoki na o'shib juda ham yumshoq bo'lsa, bu zamok sifatsiz zamok hisoblanadi. Agar sizga zamoklari sifatli laminat kerak bo'lsa, MAF showroomiga keling. Biz sizga yordam beramiz. MAF ishonchli qo'llarda. Shunga o'xshash sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Hammaga javob berishga harakat qilamiz.